rivoyat qilishlaricha Alloh dunyoni yaratar ekan, unda butun go'zalliklar, butun mo'jizalarni yaratgandan so'ng, insonni ham yaratgandan so'ng shunday bir katta vazifa oldida turib qolibdi. Baxtni qayerga yashirish kerakki, uni faqatgina haqiqatda mana shu baxtga arzigan insonlargina topish vazifasi turibdi. Shunda yaratgan egam barcha farishtalarni yig'ib fikr beringlar. Nima qilamiz? Baxtni qayerga bekitamiz toki uni faqat va faqat aqlli, arziydigan insonlargina topsin degan savolni o'rtaga qo'yibdi. Farishtalar uzoq o'ylab, biri uni tog' cho'qqisiga qo'yish kerak. Faqatgina harakatchan insonlargina uni ustiga chiqadi. Xudo yo'q deb bo'lmaydi. Uni ummonga uloqtirib yuborish kerak. O'shandagina faqatgina suzishni biladigan, harakatchan insonlargina unga yetadi debdi. Uzoq o'ylab, Xudo yo'q. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Baxtni biz boshqa joyga bekitamiz. Farishtalar hayron. Qayerga bekitamiz? Xudo, qayerga? Qayer o'sha joy? Vazifa shunday turibdiki, uni shunday joyga bekitish kerakki, faqat va faqat baxtni qidirib topganlargina unga yetishi kerak. Va Alloh uzoq o'ylab, baxtni insonlarni ichiga, qalbiga bekitamiz debdi. Toki faqat va faqat o'zini anglagan, qalbini topgan, o'zini ustida ishlagan va o'zini ichkarisiga qarashga o'rgangan odamgina uni topadi debdi. Aks holda insoniyat bir umr baxtni tashqarida, moddiyatda, boshqalar bilan o'zini solishtirishda qidirib yuraveradi degan ekan. Shu baxt har bir insonga tegishli hashamat hisoblanadi va u aslida har bir insonning ichida.